Yo, barcha salom do'stlar, sizlar bilan men Jeki. Bugungi videom juda ham qiziqarlidigan bitaman. Qani bo'lmasam, let's go. Bu orolda 100 kun yasab qolish videosining ikkinchi qismi. Mana shu orolda. Va endi biz survivalga o'tib olamiz. Va ana hozir survivalga o'tib olamiz. Va buni hozir ana ana survivalga ham o'tib oldik. Ana mana bo'lmasam buni bu yerga o'tirib qo'yaman. Qani bo'lmasam, let's go. Go. Qani bo'lmasam boshladik. O'tgan videoda nimalar qilgan edim? Menda chop bormi? Yo'q. Chop yo'q ekan. To'xtinglar hozir. Hop. Olamiz. Ana chotki va tosh generatorni ishlatishni boshlaymiz. Bu yerni mana shunday qilib boramiz. Va bu qani bo'lmasam qazishni boshladik. Qancha vaqtim ketadi bilmayman. Siz shungacha kanalga obuna va like bosib qo'yishni esdan chiqmasin. Ana va yaqinlaringizga ham jo'natib qo'yish esdan chiqmasin. Biz tezroq 54 ta bo'libmiz. Biz darhol 100 ta bo'lishimiz kerak. Ana negadir 21 ta obunachi bo'libdi. Bolalar, tez abunani ayamasdan bosib tashlanglar. Ana mana shu kirga singuncha qilamiz. Ana va ana hali singuncha ko'p vaqt ketadi shekilli. Hop. Siz kanalga obuna va like bosib qo'yishni esdan chiqmasin. Biz tezroq 100 ta bo'lishimiz kerak. Bu videoning 3-qismi chiqsinmi yoki chiqmasin, kommentariyaga tez yozib qoldiramiz. Ana kirka ham sinay deb qoldi. Ana sal qoldi. What the fuck? Mayli keyin olamiz. Mana sal qoldi. Ana bu videoning 3-qismi chiqsinmi yoki chiqmasin, kommentariyaga yozib qoldiramiz. O'tgan videolarimni YouTube meni kanalim bloklab tashlagani uchun bu kanalni yangi ochdim. Tez.
kirken negadir singiz kelmayapti. O'zi qancha toshing yig'ganimni kommentariyaga tez yozib qoldiramiz. Va hozir sanadi. Ana sinyapti. Sal qoldi. Va hozir sinishi kerak. Va sal qoldi. Sal qoldi. Sal qoldi. Mana jichchagina qoldi. Bu kurkaning joni nimadan ekan? Nezillikdanmi? Nimaga buncha bo'lyapti? Mana shunda sinish kerak. Mana shunda sinish kerak aniq. What the fuck? Va mana xolos sindi. Bu yerga ham ancha. O, 47 ta bo'ldi. Daraxtlarim ham o'sdi va poliz ekinim ham o'sib ketibdi. Bu endi daraxtlarni yig'ishtirib chiqamiz. Qilishning o'rniga mana. Yana bilmasam, let's go. Siz kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Ana. Tez. Qishloq hayoti videomning ikkinchi qismi chiqsin yoki chiqmasin, kommentariyaga yozib qoldiramiz. Ana, hammasi chotki. Voy, 53 ta yig'ilib ketibdi. Tez qaytarib ekib qo'yamiz. Chotki. Motki. Va motki. Ana, tez. Tez qilib yuboramiz. Bizga oson bunaqa narsalar. Men maktabda bitta bola bilan tortishdim-da. U ham menga o'xshagan bloger. U mening layklarim 200 ta deydi. Bola, biza undan o'tib ketishimiz kerak. Biz 300 ta qilaylik shu layklarni, ona sen emsin? Shu layklarni 300 ta qilaylik. Ve o'sha bolada o'tib ketaylik, iltimos sizlardan. U bola juda ham maqtanchoq. Shuning uchun asosan buzilib ketadi. Shuning uchun tez u boladan o'tib ketishimiz kerak, iltimos. Shuning uchun chotki. Poliz ekinim juda ham katta. Shuning uchun juda ham ko'p bug'doy keladi va men hech qachon och qolmayman.
Endi 2 varamiz. Mana. Ana. Mana. Ana. Tez. Siz kanalga abone ol, like bosib qo'yishni esdan chiqmasin. Qishloq hayoti videomni ko'rmagan bo'lsangiz, Telegram kanalimga o'tib ko'rsangiz bo'ladi. Bu videoning birinchi qismi ham o'sha yerda bor. Menda qancha urug' bor? Voy, rustakcha bo'lib qopti. Endi menda non juda ham ko'p. Tez. Endi men ana chotki yevoramiz. Hammasi chotki. Nonlarni uyga kirib sandiqqa qo'yib chiqamiz. Ularni ham ana chotki. Mana shu fakeldan mana shu chotga bittani qo'yib yuboramiz. Va mana ana chotki bo'lyapti. Bu videoning ikinci qismi chiqsin yoki chiqmasin, kommentariyaga tez yozib qoldiramiz. Kanal bo'lamasam bu videoning ikinci qismi chiqsin yoki chiqmasin, kommentariyaga tez yozib qoldiramiz. Bu videoning ikinci qismi chiqsin yoki chiqmasin, kommentariyaga tez yozib qoldiramiz. Biz tezroq 300 ta bo'lishimiz kerak va o'sha baladan ham o'tib ketishimiz kerak. Xayr.